U odam kelsa, birodar sendan bir hafta oldin mashina olgandim. Bu buzildi desa, nima deymiz biz? Men senga topshirayotgan vaqtda to'g'ri edimi, hammasi joyida edimi? Joyida edi. Sen uni bir hafta haydadingmi? Haydadim. Uni qanday haydagansan? Qaysi holatda haydagansan? Men buni bilmayman va men buni tuzatib bermayman deysiz. To'g'rimi? Ko'pchilik shunday qiladi. Va shunday holat bo'lganidan xursand bo'ladi-da, nima deydi? Meni qo'limda buzilmadi shu deydi. Xayriyat ham sotganman deydi. Ikkinchi masala bor. Siz mashinani sotdingiz 10 so'mga. Bir haftadan keyin uning narxi qimmatlashdi. Xafa bo'lasiz. Bir haftadan keyin sotganimda qimmatroqqa sotardim deysiz. Olgan odam nima deydi? Xayriyatan bir hafta oldin sotib olgan ekanman, arzonroqqa oldim, narxi oshdi deydi.